Dağ namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Bir düşman yurtinglarga yupurlib kelib yetibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Puhralarga aytinglar, ketishtinglar. Bir umr dag'da qolasizlar. Tekir, Xotan diyarining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini kaltlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlayolmay shirtim otqini nemisi u kuffarlarni. Ömrü vayat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Hayır bo'pti. O'tgan ishqi salavat. Çoğun sərkərdə Niyoz Hekimbekning xiyolini üzüb tashladı və dedi. Yamanğı yantoyaq bo'lgan har qanday xaqon mansabdori oti bular zamondan tortib o'limga mahkum edi. Lekin bu doram sulola uchun jinini oyimigan koni yurtdishim dungdorimning vakoldan yiqqan boj xirojingizning yangi to'pi xizmatlaringizning yuzi bilan beshingizda aman yo'lingizni ravon qilay. Öz qo'miga vafo qilmagan odamdan o'ziga qo'migimi vafo kelmaydi degan gap bor edi. Biroq bu gapni hozircha unutilib tursin. Iloj bor o'z qo'mingizgami, o'zga qo'mgimi yomonlik o'ylamang. Koni xuyingiz takrorlanmasin. Tuz berganning tuzligini chaqmang. Mubodo chaqmoqchi bo'lsangiz. Cho'ng sarkarda Niyoz Hekimbekka hayva qilgandek qilichining sepini tutib qo'ydi. Ah shafqatchim, ah murabbim, ah o'z otam. Hazratlariga vafosizlik qilsam, tin tortmay o'lay. Tangrim meni jazolasin, qor yuz bo'lib ketay. Niyoz Hekimbek ko'p badal to'lamayla maqsadiga yetdi. Endi Mullaji Turobni Xudolayni topshirib berishning hojati qolmadi. Qamchi zarbisi, o'lim vahimasi oldida zuvonga kelmaydigan kim bor? Ularning birari zuvonga kelib qolsa, yoki ular Xudolay bilan aplashib qolsa, yig'irimni totilaydi. Sarkardini lavzidan yenib olmaydi degili bo'lmaydi. Yo'q, ularni Bek Qo'libekning qo'lida o'lgan hisobda insijinga tuydirmayla ojuqtirib o'tishim kerak. Deganlarni ko'ngliga pukdi u mahkamadan qaytib chiqib yetib. Qo'l qo'shun cho'ng dag'dug'i bilan Oqsuvdan qo'zg'aldi. Cho'ng sarkarda va uning qo'l ostidagi mansabdorlarmi qo'shin bilan birga yo'lga chiqdi. G'am-g'ussa alomatlari yo'qolib, chiroyi 6-oyning optipidek echilib ketgan Niyoz Hekimbekmi lashkar yasovullarini cherikchi beglarga o'tkazib berib, o'xshash martabadagi mansabdorlar bilan birga maqdi. Sulola qo'shinining oldingi qismi Maralbeshi, yakan qo'rg'onlarni bir qancha pay o'q bilan egilib, milodiya 1877-yili 12-oyning 16-kuni Payzavod bozoriga kelib o'rinlashdi. Xotandan qaytib kelib, Yangi shahar qo'rg'onidagi ishtoatdan chiqqan ko'ni cheriklar bilan bir qafas tutishib chiqqan Bek Qo'libek Oldirash dadqoqni kichikroq bir qo'shin bilan Payzavodga avatdi. Ammo ruhi tushib, jon qayg'usida qolgan bu kichkina qo'shinning xillangan chig'ovul cheriklar bilan tutishqidek majoli qolmagan edi. Shu sabablik ular tunji jangdala tumshqiga yeb olli tovuq chiqargan peti Qashqarga qochib keldi. Sulola cheriklarining osmoni zaminni serib supurib kelayotganlik xabari Qashqar shahrida cho'ng davolg'ush paydo qildi. Qo'lidan ushgan omad qushini qaytirib bo'lolmaydiganligiga ko'zi yetgan Bek Qo'libek qo'liga chiqqanligi mol dunyoni qo'ymay yig'ishtirib, terak davon orqali Farg'onaga qochib ketdi. Bek Qo'libekning sepidan tushib qolgan shahar atrofi lashkarlari va cho'chib ketgan bir muncha puhra Chaqmoq daryosi yo'li bilan Norin tarafga o'zini otdi. Bek Qo'libekka agishib Farg'onaga qarab saldak oqqan minglagan puhraning ko'p qismi bepoyon Pomir egizligida qilin qor ostida qilib, bola chaqalari bilan birga qirilib ketdi. Maralbeshi,
va Payzovat tarafdan tangli surilib kelgan ikki yo'l suloli cheriklari shu kuni kechqurun Qashqar darvozasidan kirib keldi. Niyaz Hekimbek suloli cheriklari orasiga qaytilishi bilanla umr chaqi 13 yil keyniga yongandek tetiklashib ketdi. Bo'libmi, cho'ng sarkardining soyasida yurgan 20 necha kunda odatdan tashqari bir mo'jiza yuz berib, tor peshonasidagi 3 tal qo'riqning biri yo'qolib ketdi. Saqal buruti orasidagi oq tuklar o'ttab ko'rgan qirudek g'oyib bo'ldi. Mukchiyib, do'ngoq sugatga o'xshab qolgan qomati birdila ruslanib, bo'yiga bir g'irish bo'y qaytildi. Yilon qosirqidek yiriklashib ketgan terisi buvoqning mag'zidek suzildi. Oppoq o'rnan loboviy kabirdek manfaat qildi. Chiroyiga qon yugurib, qo'zlariga go'sht to'ldi. Yundidek sarg'ayib ketgan ko'z qarchuqi yengvashdan chaqnadi. Chapoq o'rniga kirpik o'sib chiqdi. Tili yumshab, nashdek avrishim bo'lib ketdi. Ajoyib soz holatga ko'chgan ruhiy holat va tomir-tomirlarda urg'ib turgan kuch-quvvat Niyaz Hekimbekni zodila orom oldirmadi. Suloli uchun oromidan voz kechalaydigan bundaq fidokorlik cho'ng sarkardining qo'liqigacha yetib bordi. Oxir u safar qilishga ijozat oldi. Ijozat bo'yicha cherikchi Ambal Dongfushan qo'mondonligidagi mingcha cherikning oldiga tushib, ularni Xotin shahriga boshlab kirdi. Qaranglar, u Niyaz Hekimbek emasmi? U soqol burtini qirdirib, sulolchi ustibosh kiysa, suloli mansabdorining dal o'zi bo'ldi-kanda. Deyishdi, yo'l bo'yida turgan gapdan xo'tanliklar hayron bo'lishib. Onisi uni puhroning shillisiga tuqqan o'xshaydi. Yoqubbek zamondimi, gajgimizdi shu. Suloli cheriklari kelsa, do'limiz obtob ko'ra deb xushal bo'lib edik. U yana gajgimizga mingudak. Deyishdi, ba'zilar umidsizlanib. Yuragi cho'ngroq ba'zi kishilar qarab turinglar. Kunlarning birida bu 7 shaharga iyiqlab podshoh bo'lsa, u juvusni ta'tur kiyib, men aslida iyiq edim deb chiqdi tehi. Deb uchiyi uzilgidek kulishdi. Xo'tanliklar uni nima deb tilisin va nima deb qarg'usin, Niyaz Hekimbek xuddi g'oz odamdek o'nglamas qisaldi. Ot ustida nazmut o'ltirib Dongfushangni o'rda oldiga boshlab bordida, o'rda oshqusini patnus bilan tutib bergandan keyin uni o'rda keynidagi boqqa akirdi. 12 yillik boj xarajning hammasi oshiyada, dedi u izg'irin shamolda tavarnayotgan yalang'och daraxtlarni ko'rsatib. Dongfushang uni o'zini ahmoq qilyotidi deb o'ylab qoldimi, Niyaz Hekimbekka zarda bilan dedi. Kaminlari dangalni oltin deydiganlardan emas. Bizni to'liq qoldirlatmay, boj xarajni topshirsalar bo'larmikin? Niyaz Hekimbek ixtiyorsiz kulib tashladi. Chiroyi totirib ketayotgan Dongfushangga: "Janobi cherikchi Ambal, nimalarni o'ylayotganliklarini bilib turibman. Avu daraxtlarning ostini qo'lisaqlar, hamma ish oshkora bo'ladi. Qo'langlar." Sherib shayton akelgan bir qancha ketman cheriklarga tarqitib berildi. Texi bu yil yozdilar, xeyli mo'l meva bergan o'rik, olma, pista, bodam daraxtlari birining keynidan biri yiqildi. Qo'lab chiqarib etilgan yiltizlar ostidan tortib elingan o'nlab idishning og'zi echilishi bilan Dongfushangning mu, Niyaz Hekimbekning mu yuraklari o'ynab ketdi. Döv-döva tangi tilla, sopsiriq ziqcha oltin, qo'shteshi, yiqiq marjon, yoqut javohiratlar yultuzdek jo'lalanib, bog' ichini ajoyib bir tusga kirgizib-etdi. 49-bob Qora hijron. Zamonlarning zamonasida ma'lum chet sahroda mansabga omroq bir 105 bo'lgan ekan. Kunlarning birida u nima sababdankin 105likdan tushib ketibdi. Uzoq o'tmay qish ketib, bahor keldi. Turli tuman jonivorlar uyqusidan uyg'onibdi. Dal shu kunlarda kishilar hiliqi 105ni har kuni uy keynidagi ko'ni tomliqda ko'radigan bo'lib qopdi. Bir kun, 2 kun o'tibdi. Hatto oymi o'tibdi. U kun chiqqandan toki kun potqonga qadar o'shu tom tuvida zo'ngzib o'ltirib, kichikini to'shikka qaraydi ekan. To'shikka qarab hayajonlanib, o'zi bilan o'zi gaplashidi ekan. Ba'zida teliqudek kulib o'rnidan turib ketdi ekan. Atrofdagilar hayron bo'lib qarasa, u bir to'shikdan kirib chiqayotgan hoshar chumullarga barmoqini chenab,
Sen chiq. Sen kir. Sen chiq. Sen kir. deb buyruq beriyotgudek. Ba'zilar uni elchib qolgan o'xshaydi deb peshini qiqibli ketib qopdi. Oq qorni farq etalaydigan 2-3 kishi bo'lsa, Oldirmanglar. Avval uningdan bir gap ep baxmaymizmi? deyishib, Yüzbeshi bu ushshoq jonivorlar yo inson tilini uqmasa, yo tur deganga turib, chiq deganga chiqmasa, ularga uni qil, buni qil deb behuda avar bo'lganlari nemisi? deb so'rabdikan, yuzbeshi hayron bo'lgan holda, Bunchalik oddiy ishni tushunmaganinglar qaraganda aqlsizkansizlar. Sizlarmi tamaka, nosivol degandek narsalarga xumor bo'lib qolasizlar-ku. Mansab tutgan odammi mansabga xumor bo'lib qoladi. Bilasizlar, menda endi mansab yo'q. Sizlarga uni qil, buni qil desam anglamsizlar? Yo'q, anglamaysizlar. Chimillar gapimni uqamdi, uqmamdi, deganimga bo'ysunamdi, bo'ysunmamdi. Bu menga baribir. Lekin men mushunda qilib xumorimni bosmasam, o'lib o'zga amolim yo'q. asli hikoyamizga kelsak, Dong Fushang 30 to'gilik dunyoni elib, Niyoz Hekimbekning murisiga ishkini shapaloqlab qo'yibla Qashqar tomon yurib ketdi. Ketib qolsili bo'ladi. U cho'ng sarkarda bilan maslahatlashib olgan bo'lsa kerak, o'ziga agishib kelgan 5-jariklik ovoq mansabdorni ish boshqaruvchi ombol qilib, heliqi e'tiborli taxtda o'ltirg'izib qo'yib ketib qoldi. Niyoz Hekimbek, Hey, bu parakandi yurtning hokimbekligi haqatan yana menga qoldigan bo'ldi. Hattangay, bundaq bularni bilgan bo'lsam, deb xafa bo'lib yurgan kunlarda Qashqardan avatilgan 6 cherik o'rdiga kirib keldi. Ular yorliq bo'yicha rahmatlik Alshir Hokimbekning Yiroq Sahroda 10 necha yil suqunib yurgan qondosh inisini tepib kelib, Hokimbeklik mansibiga qo'ydi. Zinhor xiyolidan kechmagan bu ish Tamannoning eng egiz cho'qqisida maydisini kerib, kerilib yurgan Niyoz Hekimbekning bir zarbi bilan tegi yo'qonga g'ulitivatdi. U yuragiga shamshar urilgandek azoblandi. Rashk o'tida o'rtandi. Neshi chekkan divonninkidek pirqirab turgan beshi salpal orom topgan chog'larda u, ilmu shukr, Xudo bir baladan saqlab qopdi. Temir Xazinchibekni vaqtida joylab etib, hajab obdan ish qilgan ekanman. Bo'lmasa, u hokimbek bo'lib, ko'rgilikimni ko'rsatdi-ki, deb o'zini ovundirdi. Lekin bu ovundirish ruhiy dunyosida paydo bo'lgan cheki yo'q bo'shliqni zodili to'ldira olmadi. Echishgan yerga tuz qo'ygandek, yangi ombol bilan yangi hokimbek dal aksicha ish tutdi. Uningga bosh uradiganlar endi uning ko'zichila ularga kuchuklangili turdi. Dong Fushangdan tilib olgan 10 necha nafar muhofizatchi cherikdan boshqa uning gapini anglaydigan, hukmiga hadaydigan biror cho'milimi qolmadi. Durust. Uning ko'zlari qorong'ulikqa o'ginib ketgan bo'lsa-mu, lekin u ko'k osmonni, yo'ruq dunyoni xolib turadi. Durdun parijida siqilgan teni keng olamni seg'inatdi. To'rt temidan muz to'kilib turadigan, poyansiz qorliq dalodagi yegani kapidek ko'ngilsizlikka to'lgan bu tor dunyodan chiqib, al orasi tunish rastlarni orilg'usi keladi. Hashamatlik taqdiravoni, menidigan sarxil org'amiqi. Yo'l echib boradigan sodiq hudaytlari bo'lmasa-mu, to'piq yo'llarga yalang oyoq dastigisi keladi. Beligicha to'pig'i ko'milib ketsa-mu, qor yomg'irda qolsa-mu rozi edi. Biroq sehiy tabiatning bu tariqa mo'l mo'jizotlaridan qong'uchi bahramon bo'lish Alloh oddiy avomga baxshanda qilgan alohida imtiyoz bo'lg'achqimi, bundaq lazzat, bundaq imtiyoz munofiq, qora ko'ngil insonga mangu nasib bo'lmaydi. Zararlik buslarga to'lgan qabulxonaning bu imtiyozga elib boradigan ishki har doim ochiq bo'lsa-mu, lekin yurak bag'ri jon qayg'usida daz ketgan Niyoz Hekimbek bu ishikdan bir qadammu neri siljiy olmaydi. Siljidimu do'qmushda dakiyaydi. Qisoskor xo'talliklarning nafrat o'qiga nishon bo'ladi. Qisqasi, bir beshi do'zax darvozasiga tutishadigan bu yo'ldan u rostilla hazar aylaydi. Niyoz Hekimbek umrida tunji qitim o'zini tig'dek tanho, yetimdek miskin his qildi.
tenini jo'g'ildatib, chotiriqi orasidan o'tib ketgan adabsiz chashqanmu uning ko'ziga issiq ko'rindi. Qish shamolining vijildishig'imu u havas bilan quloq soldi. U xiyol dalosida tinab harganda, qachondir bir chog'larda Lali bibi deydigan chiroyli xotini, o'z pushtidan tomgan o'g'li bo'lganligini birdilla yodiga elib qoldi. Lekin amal qancha, o'zi tala-tuziga chiqolmadi. Odam avatib uning qo'ru joyini, o'rda atrofini yangi izlagandek izlatgan bo'lsa-mu, Lali bibini hech yerdan topolmadi. Cheriklar zindondan qutuldirib olingan lashkarlar qatorida Bekqulbekning himoyasi bilan nalagidir ketib qopti degan ko'ngilsiz xabarni elib qaytishdi. U nima qilarini bilolmay qubulxonaning qoq o'tirsig'iga kelib zo'ngsiyib o'ltirdi. Hari kirib olgandek g'o'ldavatgan beshini tizlari orasiga qisdi. Qanchalik o'ltirdikin, bir chog'da xiralashgan taqdir osmoniga sapsilividi, u yerda. Qora bulutlar kaynida subhidagi cho'lpondek jilmayib turgan umid yulduzini ko'rgandek bo'ldi. U yulduz bir silkinibla do'gilak quyoshga aylanib, uningga ma'nilik ishorat qildi. Tasavvur chaqi shu hamolla ta'tiriga aylandi. Yo'q, taqdir meni o'gaylimaydi. Cho'ng sarkardimi meni mundaqli tashlab etmaydi. Ehtimol u davlasi tog' bo'lg'idek to'pilarim oldida olqonchilik bu yurtning hokimbelik mansibini menga munosib ko'rmagandi. Ras, cho'ng boshqa kichik bek emas, cho'ng do'ppi lozim bo'ladi. Kim biladi, yetti shaharga o'zi xon ambal bo'lib, meni hokimbelik taxtiga o'ltirg'izar. Balki bundaq yorliq Xoqonning muhri bisilib ostandan yetib kelar. Balki Ma'pilik Yasavulla bu yorliqni ilib Urumchi ya Oqsuda kelyotadigandu. Ras, ulug' ostoni bilan Qashqarning orliqi qo'g'illiq yo'li emasda oxir. Niyoz Hekimbek o'ylab etib pisingida kuldi va beshini yenik chayqadi. Cho'ng sarkardadan o'rinsiz xafa bo'lib, o'z-o'zini qiynab yurganiga xijolat bo'lgandek tomga qarab oldi. Niyoz Hekimbek g'oyibni biladigan mo'li tapqoqmu yoki tasodifiy to'g'ri kelib qoldimi, taqozo bo'lib kutgan o'sha yorliq yiliqidek o'ylarda bo'lgan kunning atsili yetib keldi. O'xshamaydig'ini bu yorliq Cho'ng Xoqonning emas, balki Qashqarxon ombilining bo'lib chiqdi. Odamlarla emas, balki tosh tuproqlarmu ko'ziga sig'maydigan Yakin shahriga 6-jariklik hokimbek qilib tayinlangani jakarlanganda, u Xotan maslahatchi ombilining og'ziga qarab sehrlangandekli qaytib qoldi. Darganga qanoat qilish axloq jumlasidan deyilsa, u holda eng nomrod kishilar eng axloqli odamlardan bo'lib chiqadi. Faqat berilmagani uchunla ular shukr qanoat qilishga, axloqli bo'lishga majburdir. Agar nomrodning xolig'ini berildigan yoki xolig'inidan ortiqroq beriladigan, u nomrod taqiqdagi boy odamga, shukr qanoatni bilmaydigan bad axloq odamga aylanadi. Tama tizginini tortmay, berganga yana bar deb qo'l uzartadigan, u chog'da u to'ymug'ur odamga, nafsoniyachi odamga o'zgaradi. Nafsoniyachi odam qora niyat keladi. Qora niyatning ko'ngli mangu orom topolmaydi. Xon yorliqi go'yo bir afsunga aylandi. Karomati cheksiz bu afsun birli ovoz bilan sadoqat to'niga o'rnab olgan Niyoz Hekimbekni asli holatiga yondirdi. Tulka yana tulkiga aylandi. Saxta chumbarda saxta qiyofat deganlar suv yuzidagi ko'pikdek g'oyib bo'lgan tama axlatlari bilan qo'shilib, bir supko'sh bilanla supurib tashlandi. Olvun gulistonidagi gullar qurib, gul o'rnida tikan undi. Ey vafosiz talvi sarkarda. Seni sarkarda dedimmi? Yo'q. Sarkarda degan tilimga ko'ydirgi chiqsin. Sen sarkarda emas, balki bir azazul. Men shaytonning kayniga kirib, seni ata dedim. Deginingni berdim. Behad mol dunyoni oldinga qo'yib, taqdirimga omad tiladim. Qaram qo'lingdek oldinga tushib, laqva cheriklaringni xotangacha boshlab keldim. Endi-chi? Lavzingda turg'uning. Bergan mansibim shumi? O'tgan shohinshohlar zamonida beshni tik tutib, o'zni archaqlab yurgan Niyoz Hekimbek amdilikda otdan tushib eshakka minamdiman. Tayyorga hayyor bo'lgan oshu tiriktab ambalga qaram bo'lamdiman. Aldirma. Xudoning kuni tehi uzun.
Niyaz Hekimbek shundoq o'yladi. Biroq o'ylag'ini faqat ichidala qoldi. Teshida bo'lsa boshqa bir qiyofatni namoyon qildi. Chiroy alomatlarini tezla o'zgartib, ombolning oyog'iga paloqqida yiqildi-da, beshini yantu egib dedi. Xon Ambal oliylarining shafqat shafoatiga minglarcha tashakkur. Kamina Hokimbek aqli ko'ta, ishta naqobil odam bo'lsam-mu, u hazratlari meni yana yakanda katta yerning hokimbekligi munosib ko'ribdi. Peshonamni ochiq qilib, obro'yimni tog'dak o'stiribdi. Ulug' Xaqon nomi bilan qasamki, sulolamiz nijotkorimdir. Xon Ambal oliylari o'z otamdir. Niyaz Hekimbek ustalik bilan yorliq putilgan seriq qog'ozni ishga qo'llab topshirib olib, ko'zlariga surtdi va hayajon bilan varqiradi. Yashsin Xaqon, yashsin Xon Ambal, tuman ming yillar yashab ketsin. Xo'tan ish bejirguchi Ambali Niyaz Hekimbekning so'zlaridan ta'sirlandi bo'lg'ay, uni o'z qo'li bilan yo'lab o'rnidan turg'izib qo'ydi. Yaraydi. Bizning dungdorin yaraydi. Ichkiridan andili kelgachkimi ish bejirguchi Ambal tuz va sodda odamda qiladi. U o'z tilini ravon so'zli yalaydigan bu tariqa sodiq va itoatman musulmonni texi tunji qitim ko'riyotadi. Afsuski, bu sadoqat egisining bir qavat yosh pardasi bilan to'silgan ko'z guhrida boshqami bir uchqunning chaqnayotganini ko'rishga ojiz edi. Oyajonliq, haroratlik iboralar aytilib chiqqan ko'krak qapsida ikkinchi bir yurakning tipirlayotganini texmu his qilolmaydi. Durubundek ro'shan ko'zlarni bog'lay oladigan, yig'lab turib kulishga, kulib turib yig'lashga odatlanib ketgan bu chiroyni hargiz boshqacha tasavvur qilolmaydi. Niyaz Hekimbek murosim ahlining eng keynida divondan ayrildi. U chiqib ketib etib, umrining eng surgun, eng notinish bir bo'ligi bilan bog'lanadigan. Endilikda tushigimi kirib chiqmagan iskatsiz bir odamning ilkiga o'tib ketgan bu yuzsiz divonga hasad ko'zi bilan qarab oldi. Ko'rdiki, irmosh-chirmosh naqshlar bilan to'lgan tamtorus, shafqatsiz qorovuldek qad ko'targan to'riklar notinish odamni yaklagandek uni sirtqa ittarmoqda edi. Taxtning ichki beshidagi 10 necha yil beshini silab kelgan ishga ajdaho bolasimi birdilla zaharlik yilonga aylanib olgandek qiladi. Og'zidan o'g'i temib turgan bu bevafo yilonlar tishlarini chiqarib, uzun tillarini bor kuchi bilan so'zib, bo'sog'i ustigacha uzartib Begizdek qushliq tirnoqlari bilan uning yuziga changal solmoqchi bo'ladi. Hatto divon bo'sog'isiga jon kirib, uni yiqitmoqni qasdlaydi. Qisqasi, texi tunugulla o'zini o'z qo'yinda erkilatgan. Buqidek yurkiratgan butkul o'rda bu divon uni eshik oldidan haydamoqda edi. Shu kuni oqshimi yakin safarining harpi ketsi, Niyaz Hekimbek uyqu bilan bel tutishib qoldi. Org'in asablarini ixtiyoriga qo'yib etib, ko'zlarini mahkam yumdi. O'ngda sig'imu yenichimu yetib boqdi. Kallisiga ijozatsizlik kirib keladigan beg'araz o'ylarni qo'g'lab, hech nimani o'ylamaslikka tirishdi-yu, ko'ziga zoda uyqu kirmadi. Tun tanga ulashdimikin yoki tongga yaqinlashdimikin, u ustini xuddi tugman teshidek besib turgan qilin atlas yotqanni g'azab bilan irg'itib tashladi-da, kolti juvusini yepinchaqlab tagiga yo'langinicha o'ri o'ltirdi. U ko'rpa ustida ikki tizini mahkam quchoqlab o'ltirib, bilib-bilmay beshini ko'tardi va qobulxonaning to'ngligiga qarab soldi. Tönögün kun o'ltirgandan beri hamon so'ragandek uchqundashqa boshlagan tunji qor endi ulg'ayib qolgan bo'lsa kerak. To'nglik ramkasiga chaplangan nefis ujma qog'ozining tuvanki yerimi tutuq edi. To'nglik sirtidagi yo'riqliq g'uva yurib turgan uy ichi bilan oncha farqlanib ketmaydi. Osmon rangini oyon qilib turgan ustunki yerimi bo'lsa, sut qog'ozdek oqirib turadi. Niyaz Hekimbek yerimi tutuq, yerimi yo'riq turgan to'nglikka qaragan seri ko'zi yashang'irg'ili torlashqili turdi. Ko'zlarini necha qitim chimchiqlatdi. Og'irg'udek uvlab baqdi. Biroq ko'zini beorom qilgan o'sha to'nglikda nimalardir jimirlig'ili turdi. Tuyuqsiz ko'tarilgan kulki sadosi bilan tang Niyaz Hekimbekning yuragi og'ziga qoplashdi. U oliq-joliq bo'lib atrofiga qaradi.
Tomdan o'zga hech nimani ko'rolmadi. Nazarini yana to'nglikka og'dirdi. Eliqi yerda. To'ng qog'ozida atiyos kunlari yer beg'irlab yuradigan tomondek sehrli bir tutak paydo bo'ldi-da, bu tutak asta-asta chayqalib bir yerga yig'ildi. Yig'ilaverib, so'zunchoq yuzlik, ko'tni qoshliq, o'chki soqolliq bir odam qiyofatiga kirdi. Niyaz Hekimbek ko'ngil xotirasida pat-pat paydo bo'lib turadigan bu simoni qiynalmayli tonib oldi va qo'rqimsirab ko'zlarini yumdi. Ko'zlarini mahkam yumdi-yu, bu tonish ammo yerginliklik simo Niyaz Hekimbekning shalon kirpiklari orasidan sig'dilib kirib, qopoqlari ichiga yeyildi. Turma xoltining og'zidek qo'riq bosgan og'zini yo'g'on echib, teliqudek kulib oldi va birdilla jiddiy qiyofatga kirib, Oğlum Doniyaz, seni yelkende yo'qitib qo'ygan edim. Endi xotandan tepib oldim. Azap dengizi cheksizdir. Bu dengizning chetiga yetiman deb dard tortqucha dadangning jiniga qaytib kel. deb murojaat qildi va bir qismi kulimsiradi. Niyaz Hekimbek to'g'liratdi. Meni o'g'lim deguchi ey arvoh, to'xtab tur. Meni o'g'lim deysan o, yana nima deb oxiratga chillaysan? Ey o'g'lim, gunoh menda. Men sana odam bolasiga ishonma deb ta'lim berib edim. Sen deganimdek qilding. Ömrüvayat hech kimga ishonmading. O'zingdan o'zga hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Ishonginki, men otliq muhabbatimning kuchi bilanla seni yinimga chaqiryapman. Undaq bo'lsa, to'g'risini ayt. Sen yakandimi yo xotandimi? Men yakangimi, xotangimi o'rtaq bo'lgan boqiy olamda. Boqiy olamning qayerda? Seni nereden izleymen? Rast gapni qilay o'g'lim. Joyim vafo ahliga xos jannatdir. Kunlarim rohat farog'atdir. Niyaz Hekimbek rohat farog'at degan gapni anglabla jannatga qiziqib qoldi. Va yomoni kelsa o'zining e'tiborini qilmagan bu dunyodan qo'lini yuvib etib jannatga bormoqchi bo'ldi. U to'nis simoga qo'rqmay savol qo'ydi. Qishimni berib qolsam, jannat degan yerning darvozasini qaqsam bo'lamdi. Yo'q. Jannatning darvozasini qiqib avori bo'lma, o'g'lim. Shafqatlik bo'tsatva, faqat vafo yo'lida shahid bo'lgan bandasinilar jannatga kirgizdi. Sen bo'lsang, so'zsizki do'zaxga buyurilsan, o'g'lim. Nima deb seni jannatga, meni do'zaxga buyurishidi? Niyaz Hekimbek do'zaxni yakandinmi, hatto 7 shahardanmi cho'ngroq bir yurt bo'lsa kerak deb qiyos qildi. Va u yerga xon ombol bo'lib, hammani hayron qoldirsam degan yerga kelib yana so'radi. Do'zaxda amal mansab bormi? Yo'q. Rohat farog'at bormi amisa? Deganlaringning hech qaysi yo'q, o'g'lim. Faqat o't bilan azobli bor. Undaqda meni nima deb mansabmi? Rahat farog'atmi bo'lmagan qarg'ishtakkur bir yerga chillaysan. Bu meni qasdigining emasmi? Ey o'g'lim, men yanala sening g'amingni yeyapman. O'tning teshida ko'yguncha ichida ko'ygan yaxshi degan gap bor. Fani olamda itdek xor bo'lib, azob o'tida o'rtanguncha, boqiy olamdagi do'zax o'tida ko'ygining yaxshi emasmi? Bormayman. Hargiz bormayman. So'rasangmi bormayman. Yo'q. Niyaz Hekimbek ko'zini ochdi. Puti tushalgan o'chkidek tipichaklab, geli yirtilg'udek suran soldi. Qo'llarini nimanidir ittargandek harakatlantirdi. Sog'risini dazmoldek yerga surkab kayniga dojidi. Dojib etib, yana oshu sehrli to'nglikka ixtiyorsiz qarab soldi. Qilin qor uchqunlari to'nglik ramkasini butunlay ko'mib bo'lganmi, u yerda yorug'likdan qilcha asar qolmagan edi. To'nglikdagi qorong'ulik qobulxona ichidagi qorong'ulikqa tutishib turardi. Dum ko'ntirilgan g'orning og'zidek tum qorong'ulikda heliqi notunis simo emas, balki soniga soniq yetmaydigan nurg'un ko'zlar pelildab turardi. G'alati yeri bu ko'zlarning ba'zisidan qon oqadi, ba'zisidan yosh tomchiydi. Murdining yoki huquqning ko'ziga o'xshaydigan bu ko'zlarning yana qopiqi ichiga kirib elishidan hazar ayladimi? Niyaz Hekimbek endi ko'zini yumib elishdan yaltiyib qoldi.
yumib olaman debmi yumolmadi. Titrikini taslikda besib, ziratgohlikdagi shayton o'tidek parqirab turgan bir juft ko'ziga sinchilab qaradi. U so'radi: "Sen kim bo'lasan? Nimishqa tumikimdan maraysan?" U ko'z cho'g'dan ustidan chochirgan uchqun kabi chaqnab zuvonga keldi. "Tunimayvatamsan. Men yiliqi kepak darvish bo'laman. Sen meni tuhmat o'qi bilan o'ldirding. Men sendan haqning quli bilan qisos olay deb poylab yuraman. Daryo bo'yida o'lgan eding-ku. Sen odammi yo, o'sha o'lgan darvishning arvohimi? Odam desang odam, arvoh desang arvohman. Nimali bo'lay, ish qilib, sen o'lguncha men o'lmayman." O'zayiga o't yoqudek yelinjayotgan ko'zlarga qaraverib, ko'zi qamashgan Niyoz Hekimbek ko'zini yana bir qitim yumib oldi. O'cha kechgandek ko'zini qancha yumgan seri yana shunchalik ko'zlar uning echishib turgan qopqi ichiga kirib oldi-da, tun osmonidagi yulduzlardek parqirashga boshladi. U lanat o'qlari yig'iyotgan o'sha ko'zlar orasidan tartartmas qovul qazonni, ko'ndirilmagan bo'qidek chopchiyotgan hamdam qarmoqni, zanjirlangan oyoqlarini taslikda yo'tkab ketayotgan Oy Muhammadni, tosh bo'ron ostida zarlayotgan Gul Oyimni, o'lim oldida qoqoqlab kulayotgan Karim qulning ko'zlarini ko'rib qoldi. Bu ko'zlardan chechilgan o't uning butkul jismiga tutashdi. Beshi pirqirab, o'li qo'langan ko'ni tomdek paloqqida yiqilib tushdi. Niyoz Hekimbek yiqildi. Yiqilib, yeni yerga tegar tegmayla, qubulxona ichi yer tavragandek chayqalg'ili turdi. Mehroblik tekchilarga tizib qo'yilgan chini chaynaklar, pagohdagi obtuva, chilopchilar qubulxona bilan tang silkinib ketdi. To'rt tomga esilgan g'iliblik qilishmu Niyoz Hekimbekning oldiga xuddi osmonda tushgan jazo toyiqidek taroqqida qilib tushib ketdi. Buning sizmu nangdab tengirqab turgan Niyoz Hekimbek qiyomat qoyim bo'layotgandek vasvasiga tushdi. O'rnidan turib olmoqchi bo'lib edi, tamponliqini yo'qotgan oyoqlari damonliqqa qarg'i kelmadi. Chekkisi chinqilib, sezimi qalaymaqonlashib ketgachgamu o'ri bo'lgan yerida bir hazo santirilgandan keyinla ondan o'zini oz to'la o'ngshib oldida qorg'udek silashtirib yurib pagoh to'rikini tutib oldi. Biroq yiqilgan yeridan oyog'i uzilgan hamon boyiqi tavrinish, silkinishlarning g'oyibdan farmon kelgandekli to'xtab qolishi Niyoz Hekimbekni yana bir qitim hong-tong qoldirdi. U bu tasodibiylikdan jiniga ekik selayotgan heliqi arvohlardan ko'rib, bir to'nlikka, bir yerga qarab boqdi. U hech nimani ko'rolmadi. Boyatinqi tunis sima va notunish ko'zlar andi qora maxmaldek qiyniq qorong'ulikqa singib ketgan edi. Shu asnoda kimdir biri uningga quduqning og'ziga qara deganda qildimi yoki qo'chilib umush bo'lib ketgan mengisida o'shundoq bir sezgi paydo bo'ldimi? Niyoz Hekimbek boyatin yiqilgan yeriga sinchilab qaradi. U yerda dosh qozonning og'zichilik yerga yeyilgan. Qumliq yuzidagi sarabdek jimirlab turadigan odam shakllik g'uva bir sho'lini ko'rganda yuragi birdili eg'ib qoldi. Sovuq to'rikka yelimdek chaplashdi. Tenidan so'g'urilib chiqib, yoshirin bir sehri kuchning tizginlishiga o'tib ketgan ruhi yiliqi xira sho'li bilan uchrashib qoldi. "Sen kimsan? To'liqibsanlik qilma. Kimlikim sana besh qo'ldek ayon. Sen hiliqi. Durust, men hiliqi yetti gaz yer taktiga ko'milgan odam bo'laman. Sen menga qasd qilding. Lekin men yer taktida yetib, hamma gunohingni ko'rib turdim. Bildim, Qubulxonimni larziga solgan sen ekansan-da? Men emas, mening do'stim yer. Qani et, yer nimishqa bundoq qiladi? Bilib qo'y, yer degan shunchalik nozik va nomuschanki, u munofiqning tenini, osiyning oyog'ini ko'tarmaydi. Qora ko'ngil odamning chang to'zonlari bilan pok yuzni bo'lg'ilishdan pariz qiladi. Sen kabi munofiqlar yer yuzda bir kun mavjud bo'ladi ekansan, yer bir kun g'azablanadi. Bir kun larziga keladi. Munofiq yo'q bo'lmoqcha bir kunmi, bir minutmi tinchlanmaydi. Men ketaman.
Tang atgan hamon yakanga ketaman. Sening bu yeringga zinhor dasimayman. Xotin yeri yakan yeri bilan tumurdosh. Yer seni yaklaydi. Na yili borma, hatto qabrlikmi o'rindamaydi. Yaxshisi, sen iflos teningni yerga emas, harom yeb yashashga o'ginib ketgan qog'a quzg'unlarga berivat. Orda tavasidimikin yoki orda sepilig'i tutash puhra uylardimikin yiqilli bir yerda xo'roz chilladi. O'zini to'limi yiroq yerda. Hatto yulduzlarning u chetida laylab yurgandek his qilayotgan Niyaz Hekimbek xo'roz ovozi bilan tangla hayotlik olamiga qaytib keldi. Beshini birli silkib, ho'shini ilkiga oldi. Chang bosqan Ba'ayni tumonliq dengizdagi yelkandek g'uvolashgan ko'ngil daftarini varaqlab, tush bilan reallik orasida o'tib ketgan mudhish bir kechining ajoyib izlarini oqtirishga boshladi. U tez-tez o'rilgan varaqlardan heliqi so'rin talatlarni, tonish va notonish ko'zlarni, yer beg'irlab jimirlayotgan sehrlik sho'lini ko'rgandek bo'ldi-da, qora besib qolganiga shaksiz ishondi. Niyaz Hekimbek to'rikni quchoqlab turib, mo'ri beshidagi jinchiroqni ko'rib qoldi. Oxirgi bir tomchi yig'ini qo'ritib bo'lib, peliki necha ochmoq chechaklab ketgan jinchiroq heliqi yerginishli ko'zlarni uning yodiga selib qo'ydi. Bu chiroq va bu ko'zlar amdi zulmat bilan to'shib turgan qubulxonani yo'rtishga ojizlik qilayotdi. Uning o'layotgan odamning ko'zidek goh yo'rib, goh xiralishayotgan yalqoni faqat o'z atrofida pildaydi. Sagiklashgan Niyaz Hekimbek bir qarabla u chiroqni o'z taqdiriga o'xshatib qoldi. Odam bilan chiroqni bir-biriga chetib olgan kushanda arvohlarning o'lgan ko'zlarning o'zi bilan o'chakishib, hapilishib qilishini o'sha chiroqdan ko'rdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Yurt zeminni farkınmıgıca buğularımızın ruhi emin tapmaydı. Beşimizden riyazet ketmeydi. Ölsek, ölümümüzden Xuda razı bulmaydı. Kemin hakimliğinlerinin halini sorusanlar, men sizlerden better perişan ve beyaramdır men. Ushbu xiyonating eng chong gunohkori bo'lmish Tozkur Duniyaz. Hashtarxon ombili oldida yolab ilib berib, inson ko'zi ko'migan, quloqi anglamagan dahshat jazoga hukm qiling'usidir. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xush.